Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, men bu shablonni ishlatish bo'yicha men qo'llanma qilib qo'ydim. Bu qo'llanma bo'yicha hozir tanishib chiqamiz. Uning uchun biz oldin bu shablonda nimalar borligini ko'rib chiqishimiz kerak. Bu shablonda qilishimiz mumkin bo'lgan bitta ish. Hamma narsani to'g'ri kuzatib borish uchun dashbord, daromadlarni kirg'izish uchun alohida sheets bor, mana pastda ko'rsanglar. Qarzlarni alohida hisobotlarni olib borishimiz mumkin. Yanvar, fevral qolgani oylar bo'yicha hisobotlarni olib borishimiz mumkin. Birinchi qiladigan tushunishimiz kerak bo'lgan narsa bu umumiy dashbordning birinchi oynasi. Hozir hisobingizda mavjud pulni ko'rsata oladi. To есть hozir hisobingizda qancha pul borligini dollarda ham, so'mda ham ko'rsatadi. Dollarda qanaqa ko'rsatadi? Har kuni dollar kursi o'zgaruvchan desakda, bu so'mni avval hisoblaydi va mana bu yerda men formula o'rnatganman. Google Finance Currency, ya'ni hozirgi vaqtda Google hisob kitobi bo'yicha currency, ya'ni dollarning so'mga nisbatan qiymati qanchaligini o'zi avtomat tortib keladi. O'sha narsadan dollarga, mana bu tepadagi summani dollarga hisoblab beradi va sizga aytadi, har kuni bu summa o'zgarib turadi. Ya'ni Google ma'lumotlariga ko'ra dollar bugun 13 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, bu sizning cho'ntagingizdagi bor pulni so'mda hisob kitob qilgan pulingizni kirgizgan ma'lumotlaringiz bo'yicha, o'zingiz kirgizgan ma'lumotlar bo'yicha o'sha hisob kitob qilgan pulingizni hammasini dollarga o'girib beradi. Agar ertaga 14 ming bo'ladigan bo'lsa, o'sha so'mdagi hisob kitobingizdagi pullarni hammasini dollarga o'girib beradi. Keyin ikkinchi oynamiz bu mana bu yerda ko'rsanglar bo'ladi. Umumiy daromadlarimiz, umumiy xarajatlarimiz va umumiy bizda qolayotgan zaxira puli. Buni balki o'sha moliyaviy yostiqcha deb atashinglar ham mumkin. Yoki moliyaviy yostiqcha emas, shunchaki umumiy bizda hozir cho'ntagimizda bor pullar tushidi mumkin. Daromaddan xarajatga nisbatan foizda ko'rsatkichlar. To есть biza qancha pulimizni topayotgan daromadimizni qancha qismini necha foizini xarajat qilib ishlatib yuboryapmiz, o'sha narsani ko'rsatib turadigan ko'rsatkich. Agar bu 100% dan ham ko'pga chiqib ketadigan bo'lsa, mana bu yerda ham mana ko'rib turibsizlar, qizilda yonib turibdi. To есть mana bu yerdagi sifralar minusda bo'ladigan bo'lsa, bular qizilda yonib sizlarga datchik beradi. Ya'ni siz ko'p xarajat qildingiz, mana shu oyda daromadingizdan ko'ra ko'proq xarajat qildingiz deb qizilda sizlarga yonib datchik ko'rsatib turadi. Sizlar ko'rishingiz mumkin. Nima qizilda yonsa, demak biz ko'p xarajat qilyapmiz ekanini ko'rishingiz mumkin. Buni sariqda yonib turishi mumkin. Agar 90% dan oshib ketsa qilib qo'yishimiz mumkin. Bu juda ham oson. Agar Google Sheets bo'yicha dars yozadigan bo'lsam, shularni men o'rgatib ketgan bo'lardim. Juda ham oson bu narsalarni qilish. To есть qanaqa holatda bizda qaysi sifralar o'ynasa, qaysi holatda bizda qizil yoki sariq ranglar asosida bizani anaqamizni ko'rsatib berishi mumkin. Xo'p, bu narsa menimcha tushunarli. Ikkinchi narsa, daromadlar kategoriya bo'yicha. Yanvar oyida biz qancha daromad topdik va o'sha daromadni nimadan topdik? Oylik oldik 14 million, outsourcing ishlardan pul keldi 5 million, yanvar oyida taksi qilganmiz 3 million so'mlik, yoki bilmadim, investmentimiz bor edi 2 million u daromad bergan. Qarz yig'imlarimiz bor edi, 1,5 million qarzlarimiz bor edi bergan, o'shalarni yig'dik. Itakdali nimalar qatdan daromad topgan bo'lsak, o'sha daromadlarimiz keldi bu yerda. Keyingisi umumiy daromad vs yoki va umumiy xarajat. Qancha daromad topdik, o'shani qanchasini biz xarajat qildik, o'sha narsani mana bu sifralarni, umumiy daromadlarni ko'rsatib turadi. Har bir oy asosida anaqada ko'rsatadi. Dashbordda, chartda ko'rsatib turadi. Biz topayotgan pulimizni qanchasini biz xarajat qilyapmiz, necha pul topamiz, necha pul xarajat qilyapmiz, oyma-oy chartda ko'rsatib turadi. Kim uchundir mana bu yozuvlar qulay, mana bu narsa qulay va kim uchundir mana bunaqangi dashbord qulay. Daromad qildik 26,5 million, xarajat qildik 2,5 million, xarajat qildik 2 million 300 ming, lekin daromadimiz 0 ga teng turibdi. O'tdak. Ya'ni kimga nima qulay bo'lsa, o'shani ko'rib, osonroq ko'rish uchun, osonroq, tezroq, qulay ravishda ko'rish uchun bu ikkalovini ham men qilib qo'yganman, yozib qo'yganman. Keyingisi qarzdorliklar. Qarzdorliklarimizni ham ko'rishimiz mumkin. Olishim kerak bo'lgan pullar va berishim kerak bo'lgan pullar ko'rsatadi. 2 million so'm qarzim bor kimdandir va 3 million 200 men qarz olishim kerak, kimgadir pul berganman, uni yig'ishim kerak. Va keyingisi umumiy xarajatlarni qisqartirsa bo'ladigan xarajatlar necha foizini tashkil qiladi? Majburiy xarajatlarim qancha? To есть qilayotgan xarajatimni qanchasini men pasaytira olmayman yoki qisqartirishim mumkin bo'lgan
foizlari qisqartirishi mumkin bo'lgan xarajatlarim qancha, o'shani ko'rsatib turadi. Bu nimaga muhim desanglar, biz ko'rishimiz kerak, qaysi mana bu qisqartirsa bo'ladigan xarajatlar nima desa, bularni qilmasak ham bo'lardi, mana shu xarajatlarni. Qisqartirsa bo'ladigan xarajatlarga biz ko'p pul sarflab olsak, bu bizga ko'rsatadi, yonadi, kattaroq ko'rsatadi. San juda ko'p puling aslida tejab qolishi mumkin bo'lgan keraksiz joylarga sarflab olsan deb ko'rsatib turadi. O'shaning uchun bu diagramma juda ham muhim. Bu yerda keyingi diagrammada biz xarajatlarimiz kategoriya bo'yicha sarfi, qanchaga ovqatlanamiz, bozorga qo'yamiz, uyga qanchaga, davolanishga, dorilar uchun qancha xarajat qilamiz, ota-onamizga, ayolimizga, farzandlarimizga, kreditlarimiz bo'lsa, bu yerga qo'shib qo'yishimiz mumkin. Xarajat bo'lgandan keyin halol caps lock yoqib turgan ekan, halol nasiya yoki bo'lmasa aytishimiz mumkin qarz berish. To есть qarz bersangiz mana shu kategoriyaga tushib ketaveradi, qarz bersangiz mana bu yerga kiritib ketaverasiz, bu ko'rsatib ketaveradi. Bu yerda mana 12 oylik o'zgartirish mumkin. Yanvar tanlashimiz mumkin, fevral tanlasak, fevralda qilgan xarajatlarimiz kelib chiqadi. Aprel tanlasak, apreldagisi, iyul tanlasak, iyuldagi xohlagan narsamizni, xohlagan oyimizni tanlashimiz mumkin. Mana bu yerda yonida yillik har doim turadi, bu o'zgaruvsiz. Yillik har doim turadi. Qancha xarajatlarimiz majburiy ketyapti, qancha xarajatlarimiz ixtiyoriy xarajatlarga ketyapti. Masalan, sportni, sartaroshni, kiyim-kechakni, uyali aloqani, mashina uchun qo'shimcha narsalarni, endi benzinni kamaytira olmaslik kerak. Qolgan kunlar, bayramlarda ketayotgan xarajatlarni biz ko'rsak, mana shularni raqamlarda ko'rsak, raqamlarni ko'rganimizdan keyin raqamlarni boshqara olamiz. Agar aytaylik, men oy davomida xarajat qildim va oy davomida raqamlarga umuman e'tibor bermadim, xarajatlarimni yozmadim, daromadimga nisbatan qancha xarajat qilyapman bilmadim. Ayniqsa bu kunlik pul topadiganlar juda muhim bu, yoki bo'lmasa kichik kam juda ko'p joydan pul topadiganlarda yoki oy istalgan kunida pul topadigan odamlarda, ayniqsa tadbirkorlarda, aytaylik, kichkina do'koningiz bor, kichkina bir qilgan biznesingiz bor, o'shandan kelib turadigan bo'lsa, bu sizlarga juda ham muhim. Sababi sizlar buni ko'rsanglar, keyin bilasizlar, qat'iy nimaga xarajat qilaman. Ba'zida aytaylik, tug'ilgan kunlarga yoki bayramlarga yoki sovg'alar uchun juda ham ko'p biz xarajat qilib yuboramiz, lekin uni biz umuman yozmaganligimiz uchun bizga bilinmaydi. Va oy oxirida o'ylaymizki, shuncha pulim yo'q, qayerga ketdi bilmayman. O'shaning uchun bularni agar yozsak, har doim ko'rgan raqamlarimizgina biz boshqara olamiz. Ko'rmayotgan raqamlarimizni, bilmayotgan xarajatlarimizni biz boshqarmaymiz. Ko'rayotgan raqamlarga, ko'rayotgan xarajatlarnigina biz boshqaramiz. Mana bitta 3 ta dona kategoriya qoldirganman. Agar sizlarda qaysidir kategoriya anaqa bo'lmasa, aktiv bo'lmasa, uni o'zgartirishingiz mumkin. Bu yerda ham 2 ta 3 ta qoldirganman. Takdali. Xohlasangiz qo'shib olishingiz ham mumkin, faqat qo'shganda mana bu oilaga ham ozgina anaqani tortib olish kerak bo'ladi. To есть mamutdan tortadi. Bu oila hammasi xarajatlarni, anaqalarni asosni mana bu yerdan olganligi uchun buni bundan qo'shib pastga mamna qilib joy qo'shganingizdan keyin, bitta joy qo'shganingizdan keyin mana bu yerda shuna yanvarga kirib, mana bu yerda tortib olishga to'g'ri keladi. Mana bu ham bitta ustun qo'shib, buni bitta tortsangiz, keyin tushib ketadi. Hammasi mana bundan tortaveradi. Dashborddan tortaveradi. Va shunday ishlaydi bu. Keyingisi daromadlarni kiritish. Birinchi bo'lib qiladigan, e'tibor beradigan narsamiz, to'xtaylik, mana bu ham qolib ketdi. Yanvar oyi mana bu yerda ko'rsatib turadi sizga oydagi xarajatlar taqsimoti, har oydagi xarajatlaringizni taqsimot qanaqa ketyapti. Bayramlarga qancha pul ajratdingiz, davolanishga, doriga qancha ajratdingiz, jamu kommunalga qancha ajratdingiz, sovuq suvga qancha ajratdingiz. To есть mana bu yerdagi oilani xarajatlarini pay chartisiga ko'rsatib turadi. Mana shunaqa xarajat qilyapsiz siz deb. Agar ko'rsanglar, mana yanvarni xohlagan fevralga aylantirsak, mana bitta dona faqat oziq-ovqatni yozib qo'yganman. Chunki anaqa uchun yozganman. Yoki mana fevralda mana ko'rsanglar bo'ladi, faqat bitta dona xarajat yozilgan. Aytaylik, Mamutga yozadigan bo'lsak, endi dashbordga kirsanglar, mana o'zgaradi. Gigiyena vositalarga, sartaroshga, sovuq suvga, jami kommunalkalarga qancha xarajat qilayotganlarim o'zgarib turadi. Hamda ham sifrlar o'zidan o'zi kelib qoladi, ya'ni. To есть hammasi bir-biriga ulangan keladi. Yanvar tanlasanglar, hamma narsa yana o'zgaradi. Mana bunaqangi holatga chiroyli rasm chizib qo'yganman-da.
qaysidir mashinani adashmasam men bilaman shunaqa edi. Samolyotlarniki yoki mashinalarniki edi. Ranglari boshqa bo'lishi mumkin, okey. Yilliklarni ko'rsatib turadi. To есть bu yerda bizga kerakli bo'lgan o'z shaxsiy moliyamizni, daromadlarimizni, xarajatlarimizni boshqarish uchun kerakli bo'lgan hamma narsani mana shu yerga tiqib, to'g'rilab, joy-joyiga qo'yib qo'yganman. Men buni o'zim uchun tayyorlaganman. Bu yerda sizlarga uchun tayyorlab qo'ygan, share qilgan versiya ham, men bitta o'zimning versiyam bor. Bu versiyada men real raqamlarni kirgizib qo'yganman. Hamma narsa o'zimning real holatimni kirgizib qo'yganman. O'shaning uchun bu versiyani ochmaymiz tak. Yanvar oyiga o'tamiz, chunki tushuntirish uchun yoki yanvar yoki fevral oyiga o'tsam, menimcha tushuntirish ancha qulay bo'ladi sizlarga. Qarzlarni men oxirigacha tushuntirmadim yoki daromadni ham tushunmadim daromadni. Daromadga 6 ta ustun qilib qo'yganman. Sizda agar 7 ta, 8 ta ustun bo'ladigan bo'lsa, qo'shib ketasiz. Faqat bunani qo'shganingizdan keyin men bilan ham qo'shib tortib olishingiz kerak pastga. Bu yerga ham nima qo'shsangiz, mana bu chizuvni oxirigacha tortsangiz, davom etib ketadi ishlashi. Keyin men bitta ham anaqalar o'zi ko'rinib ketadi. Buni ham men bittan o'zgartirish kerak bo'ladi. Agar menimcha 6 ta hammada yetadi deb hisoblaganman, o'sha Mamtga yozishingiz kerak, qayerdan daromad topasiz, nima biznesingizdan qayerdan pul kelayotgan bo'lsa, nimadan daromad olayotgan bo'lsangiz, o'shani Mamtga otini yozsangiz, taksini aytaylik, bilmadim. Bog'cha biznesim bor, o'sha bog'cha biznesimni qilishimga mumkin desangiz, mana Mamtga bog'chani yozsangiz, mana bu taksi o'sha bog'chaga aylanib qoldi, to есть o'zgaradi bu. Mamtga kirsangiz, dashbordda ham bu o'zgaradi. Mamtda ham bog'chaga aylandi, va bog'chadan qancha pul olganimizni ham biz bilib turishimiz mumkin. 3 million bog'chadan daromad keldi degan ma'noda. Xo'p, bular o'zgaradi, daromadlarni har oyda yozib borishingiz kerak. Daromadlarni yozayotgan paytingizda mana bu avtomat har kuni o'zgarib turadi. Bu Google Finance o'zining funksiyasi. To есть bitta dona men anaqa qo'shganman, formula qo'yganman. Currency-ni Google Finance'dan, ya'ni Google kursi bo'yicha dollarni o'zbek so'miga nisbatan kursini olib kelib har kuni ko'rsatib turadi sizga. Bu o'zgarib turadi, o'zi avtomat tarzda o'zgaradi. Agar siz internetga ulangan bo'lsangiz, bo'ldi, tamom, o'zgaraveradi. Mana shu summani har kuni bu yerdan olib, Mamtdan olib, qachon yanvar oyida oldingiz, yanvar oyida o'rtacha dollar kursi oylik olgan kuningiz summani ko'rsatadi. Siz buni bu yerga yozib qo'yishingiz mumkin. Yozib qo'yganingizdan keyin bu sizda dollarda ham hamma anaqangizni ko'rsatib turadi. Dashbordda dollarda ko'rsatmaydi. Dashbordda faqat mana shu summani dollarda ko'rsatadi. Chunki faqat mana shu summa dollarda ko'rsatishi muhim deb o'sha summani kirgizib qo'yganman. Qolgan summalarni siz so'mda kirgizsangiz, so'mda ko'rsatadi. Agar siz dollarda kirgizsangiz, hamma summani dollarga ko'rsatadi. Dollar kirg'izish qanaqa bo'ladi desangiz, bo'ldi, mana shu yerga 5 million, 14 million yozganman, siz 500 dollar, 200 dollar, 300 dollar qilib olib ketib yozaverasiz va buni ochib chiqsangiz, hammasini mana bu dollarda ko'rsatayotgan bo'ladi. O'shanda siz mana bu funksiyani o'chirib qo'yasiz, mana buni o'zini dollarga o'girib qo'yasiz. To есть, buni olasizda, mana bu shuni anaqani paint formatini kopiya qilasiz, mana bu bilan o'tkazib qo'yishingiz bilan bu dollarda sizga ko'rsatib ketaveradi hamma narsani. Bo'ldi. Tak, daromadlarni kirgizishni tushuntirdim menimcha. Keyin qarzlar. Qarzlar qanday ishlaydi? Olgan sanangizni, bergan sanangizni sanani yozasiz. Qarz oldingizmi yoki berdingizmi bu qarzni? Tik qo'yasiz, checkboxni to'ldirasiz. Kimdan oldingiz, kimga berdingiz? Men ikkita misol yozib qo'yganman. Necha pul, summa? Dollarda bergan bo'lsangiz, dollarda yozing, so'mda bergan bo'lsangiz, so'mda yozing. Agar dollarda bergan bo'lsangiz, lekin men bitta dashbordda bu faqat so'mda hisoblab ketadi. Agar siz dollarda bergan bo'lsangiz, buni ozgina o'zgartirish kerak bo'ladi. Ya'ni siz men bittaga dollar kursiga nisbatan olasizda, o'sha kuni dollar oldi bergan qilgan kunimda menimcha dollar olganman ekanman deb turib, betga o'shani kursi summada yozasiz, betga mana bu summani yozasiz, keyin bu chiqib kelaveradi. Qaytarish vaqti, bu o'zi mana avtomat hisoblaydi. Qaytarish vaqti belgilagan bo'lsangiz, to есть maslahat beraman, har doim oldi berdini qaytarish vaqtini albatta belgilab qo'ying. 1 oydan keyin, 3 oydan keyin yozishingiz uchun qulay bo'ladi. Shartlimi yoki shartsizmi? Agar siz qarz emas, halol narsa oldingiz, kredit oldingiz, berishingiz kerak, to'lashingiz kerak, qarzlaringiz bor, qanaqadir kattaroq. O'sha narsani yozgan bo'lsangiz, betga shartli deb yozib qo'yasiz va shartini yozib qo'yasiz. Chunki shart yozganingizda bu sizga eslatib turadi, qanaqa shart asosida bu qarzni to'layapsiz. Bu kun o'zi avtomat hisoblaydi, ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda formula o'rnatilgan. Mana bu yerda formulamiz bor. Bu qatdan olib hisoblaydi desangiz, bu oladi. Mana bu yerda yozgan sanalaringizni, chislolaringizni oladi-da, o'sha qarzni qaytarishingizga qolgan muddatni sizga belgilab ko'rsatadi. 177 kun yozilgan bo'lsa, 30 kundan kam qolgan bo'lsa, muddat sizda qizilga yozib ko'rsatadi. Sababi muhim, buni
oldinroq yopishingiz kerak deydi. Sizda agar 10 ta qarz yig'ilib ketgan bo'lsa, siz bundoq qaraysiz, bir ikkitasini muddati kam qolibdi, ikkitasini men 15 kun qolibdi, 13 kun qolibdi, o'shani tezroq yopib yuborishim kerak ekan deb hisoblaysiz. Keling, mana shu yerda ozgina ko'tartirib qo'yamiz. 15 qilib qo'ydik, 12 qilib qo'ydik. Mana buni esa kichikaytiramiz. Agar qancha uzoq bo'lsa, bu shuncha sariqda, yashilda yonaveradi. Ya'ni hali siz bu qarzni to'lashingizga ancha vaqt borligini bildirib turadi. Qarzni qaytarganingizdan keyin tik qilsangiz bo'ldi, mana bu hisoblashni to'xtatadi, o'chiradi. Bu qarzni qaytarganingizni hisoblamaydi. Buning sababi mana bu ham o'chiradi 0. Oldi berdingiz, uje hisoblamaydi bu qarzlarni. Nimaga shuni o'zini o'chirib tashlasak bo'lmaydimi desangiz, yo'q. Sababi biz o'tgan yil kimdan qarz olganmiz, qachon qaytarganmiz, nima qilib qaytarganmiz, hammasini bilib turishimiz kerak. U hisob kitobimizda turishi kerak, miyamizda emas, qog'ozda turishi kerak. Keyingi joydan boshlanadi, yanvar oyidan boshlanadi. Kimga qancha xarajat qilgan bo'lsangiz, men bularni mana bunaqa holatda yozdim, to есть har bitta sanaga belgilab yozdim. Odatda men o'zimda bu problema bo'lganligi uchun shunaqa holatga keltirganman. Ya'ni odatda nima bo'ladi desangiz, men svetga, suvga, boshqa narsaga to'lagan pulimni esdan chiqarib qo'yaman. Qaysi sanada to'laganimga qarab topa olaman keyin. Men bu sanada to'lagan bo'lsam, menimcha yozgan ekanman, menimcha to'lagan bo'lishim kerak edi deb eslayman. Yoki bo'lmasa 3 ta 4 ta bir hafta yozishga imkoningiz bo'lmadi, vaqtingiz bo'lmadi, keyin Telegramingizga qarab chiqdingiz yoki bo'lmasa o'sha Paynetni, Alifilovani, Klikni istoriyadan ko'rib chiqasizda, bo'ldi. Значит, menimki menimcha to'lagan ekanman deb chislosi bo'yicha, sanasi bo'yicha yozadi. O'shaning uchun sanali qilganman. Agar siz sanada yozishga qiynalsangiz, hammasini oxirgi kunga yoki hammasini birinchi kunga yozib ketishingiz mumkin. Qanaqa? Telegramda guruh ochasiz, har doim har kunlik qilayotgan rasxodlaringizni yozib ketasiz-da, oxirida prosta Mamatga qo'shib yozib ketasiz. Qanaqa? Mana kiramiz shu yacheykaga. Barobar qilamiz, 1 million so'm, qo'shamiz, 200 ming so'm yana xarajat qildim. Qo'shib ketaveramiz. Yoki tepaga chiqamiz, yana qo'shamiz, 50 ming so'm yana xarajat qildim. Qo'shib ketaveramiz. To есть o'zini qo'shuv qilib yozib ketsangiz bo'ladi. Agar siz Telegram gruppada yoki bilmadim, ilovani istoriyasidan ko'rib yozib yuboraman bitta qilib deb o'ylasangiz, o'sha oson. Menga mana sanalarda yozishim oson. Bu narsani odat tusiga kirgizish uchun kuniga 10 daqiqa, 5 daqiqa, o'rtacha 2-3 daqiqa ajratar ekanman kuniga. Har kuni ertalab 3 daqiqa soat 8 da, o'rtacha 7-8 atrofida men o'rtacha kelaman, kechaga qilgan hamma xarajatlarimni telefonimdan qarab yozib qo'yaman, bu yerga kirgizib ketaman. O'shanda menga osonroq bo'ladi, chem 1 haftalik, 2 haftalik qilib kirgizgandan ko'ra. Qolgani o'zi hammasi avtomatik hisoblaydi. Bu yerda sizga 2025-yilni boshqarish uchun to'liq qilganman. 2026-yilda buni qanaqa ishlataman desangiz, xuddi hozir qanaqa ishlatayotgan bo'lsangiz, xuddi shunaqa. Buni olasiz, fayldan make copy qilasiz va prosta 2026-yil deb o'zingizga nomlab qo'yasiz. Hozir make copy qilsangiz, shaxsiy moliyani oling deyman, 2025 deb yozib qo'ying, tamom. Ichida ba'zi bir formulalar bor, u formulalar o'zgarishi mumkin emas. Buni ham ko'rsanglar, quotes are not secured from all markets and may be delayed up to 20 minutes. Ya'ni bu o'sha Google'da o'zidan tortayotgan ma'lumotlarim bo'lgani uchun. Ya'ni ba'zi bir ma'lumotlar, ba'zi bir yacheykalar bor. Bu yacheykalar mana Google Finance turibdi. So'mni dollarga nisbatan qiymatini hozir primoy Google o'zini Google'da qanaqa yozsangiz chiqqan summani betga ham tortib beryapti bu. I plus today formulalarini qo'yganman, adashmasam today formulasi qarzlarda bor edi mana. Xo'p, mana bu yerda ham Google Finance turibdi. Mana bu yerda today formulasi, mana. Mana bu today formulasi bor. Bu yerda o'chirib qo'yganman, prosta ko'rinmaydigan qilib. Today formulasiga ko'ra bugungi sanani tortib turibdi. Bugungi sanani tortadi, o'sha bugungi sanani tortib, mana bu har kuni o'zgaradi. Ertaga ertalab shitsimni ochsangiz, mana bu 14 qolgan bo'ladi. Sababi siz bir kun yashadingiz, bir kun o'tdi, o'shaning uchun formulaga bossangiz, mana bu yerdagi formulani hisoblayapti. Mana bu datadan, mana bu datani ayirayapti-da, qancha kun qolgan bo'lsa, o'shani yozib beryapti. Agar 0 dan past bo'lsa, hech nima yozmayapti. Prosta mana bu yerda hammasida shunaqa formula o'rnatilgan. O'sha formulani hammasiga yozib qo'yganman. To есть mana shunaqangi formulalar avtomat qo'yganligim uchun, avtomat bu formulalar real time bilan, real vaqt bilan birga ishlaydiganligi uchun bu yerda sizga ko'rsatyapti, disclaimer qilib yozib beryapti. 20 minutgacha kechikishi mumkin. To есть dollar kursi almashayotgan bo'lsa, agar bilmadim 20 minut ichida 10 sentga o'zgarsa, 20 minutdagi mana bu sonda boshqacharoq chiqishi mumkin oxirdagi sentlar. Yoki today formulasi ham 20 minutgacha, soat 12 dan keyin
20 minut ichida mana bu sifri o'zgarishi mumkin 14 ga, kechqurungi 12 dan keyin. Jim qarab tursangiz o'zgaradi bu, albatta. Agar jim qarab turmasdan buni yozib ishlatsangiz, bu sizga foyda beradi deb o'ylayman. Men o'zim uchun muhim bo'lgan narsalarning hammasini kiritganman deb hisoblayman. Agar nimanidir yana aniqlasangiz va aytsangizki, Umid aka yoki Umid, mana bu narsa men uchun juda ham muhim edi, lekin men sizni personal finance anaqangizdan, dashboardingizdan yoki bu yoqda o'sha ma'lumotni topa olmadim desangiz, men bu ma'lumotni o'zim uchun muhim deb hisoblasam, o'zimga albatta bu yerga kirgizaman, plus siznikiga aniq kirgizib beraman. Sizda bo'ladigan formada aniq kirgizib qo'yaman, ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, hammangizga rahmat. Menimcha ishlatsanglargina baraka topasizlar, ishlatsanglargina biron nimani o'zgartira olasizlar. Sababi shaxsiy moliya shunaqangi narsaki, agar uni ishlatmasanglar, u sizlarga foyda bermaydi. Agar yozmasanglar va bilmasanglar va qayerga, nimaga, qancha summa sarflayotganinglarni bilmasanglar, sizlar betdan hech qanaqa foyda olmaysizlar. Agar summa sarflayotgan qanchasiga, nimaga, qancha sarflayotganinglarni va o'sha sarflayotgan narsalarni qisqartirishinglar yoki uzaytirishinglar mumkin, o'ylab ko'rishinglar mumkin, keyingi oyga qoldirishinglar mumkin bo'lsa va o'zinglarni budjet qilsanglar, o'sha narsa sizlarga ko'proq foyda beradi. Men o'shaning uchun men bitta budjet tashab ketganman. Bu budjet dashboardga kirmagan, ya'ni menimda yo'q. Lekin bu yerda bor. Sababi o'rtacha siz budjet belgilasangiz, siz o'zingizga ko'rib xursand bo'lasiz. Oy oxirida men deysiz, men buncha summa orttirib qolgan ekanman deysiz. Xo'sh, menimcha Mamitdagi anaqalarni aytyapti. Buni tortib olaylik. O'sha yerda o'zgaradi. Mana. Bo'ldi, endi Mamitda ishlash boshladi. To есть bu real time bilan yurganligi uchun, realniy vaqtga ko'ra yurganligi uchun o'zgaradi bular. Va men buni ko'rasizda, men bu oyda ishlatishim kerak bo'lgan puldan menimcha summa saqlab qolman deysiz. Bu Mamitda dashboardda Mamitda sizga ko'rinadi. Agar mana shu yerda ko'rsangiz bu summani, demak, bu dashboard sizlarga ancha foyda berayotgan bo'ladi. Eng muhimi, shaxsiy moliyada o'zingiz qilayotgan barcha xarajatlarni va daromadlarni boshqarib borish uchun sifralarni hammasini ko'rib borishingiz kerak. Mana shu sifralarni ko'rishingiz sizga juda ham katta yordam beradi. Hammangizga rahmat.